katta televizor ekan, 75 dyumli Samsung televizori. Katta televizorlar narxlari. Shu elektronika sotadigan majmua ekan. 40 televizorlar $100 sal qimmatga olsa bo'lar ekan bemalol. Aparaturalar mana qadimiy aparaturalar. Qadimgi magnitofonlar nostalgiya uchun. Yoshlikda shularni eshitganmiz biz. Shaqqati bosilardi, ovozi o'rtacha edi. Mana shunaqa magnitofonim bo'lgan, Vesna 202 degan, olimpiyskiy bo'lardi. Yoshlik. Yana aparatura. Lekin sifati, ovoz sifati. Agar telefon go'la eshitsa, hozirgilardan yomon emas. Yaxshi ham desa bo'ladi, chunki bas kolonkalar bor-da bu yerda. Diski chistotniy deyiladi biz. Mana buni qarang, magnitofon. Bu importni ekan to'g'ri. Qadimgi magnitofonlar. Antikvariat o'ziga xos. Plus aylanib yuribmiz mana bozorda. Hozir shularni ko'rdik. Yangi stollar. Yaxshi narxlari. $1,350,000, $100. Mana katta televizor ekan, 75 dyumli Samsung televizori. Katta televizorlar narxlari. Shu elektronika sotadigan majmua ekan. Bu yerda kichkinaroq televizorlar. Bu yerda ham chiroyli televizorlar bor ekan, katta diagonal. Men xohlagan diagonal ko'rinmayapti. Va bitta shu arzonlari ham bor ekan. 500 ming so'mga Royson, 500 ming so'mga yana qanaqadir model, 800 ming so'm Samsung, hatto Sony 400 ming so'm ekan. O'tgan berishar ekan. Mana eski qadimiy televizorlar. 40 televizorlar $100 sal qimmatga olsa bo'lar ekan bemalol. Modellari Samsung, Artel, $55'liklari, 55 dyumliklari taxminan $250'ga normalnisini olsa bo'lar ekan. Tepada nima ekan? 55 Smart Samsung ekan. Samsung 55lar shunaqa arzon ekan. Men 65 dan kamini olgim kelmayapti. Ben 7.700.000 65 Hisense Mini LED. Bunu o'ylab ko'rish kerak. 4K OLED. 4K OLED. Mana bitta ham bor ekan 70 diagonal. Firmasi brend sal plusroq, lekin diagonali 70 ekan. Bitta mayda cho'dalar. Mana bitta ham kattasi bor ekan 65 LG. 7,5 milyon. LG yana bitta 65, bu ham 7,5 milyon. TCL arzonroq. Mana bitta yana boshqa audio aparaturalar, subwoofer, muzikalniy sentr, musiqa markazi deydimi o'zbekchasiga. Mana bu ham musiqa markazlari. Mana televizorlar, har xil modellari. Samsung. Yana televizorlar bor ekan, bu yerda lekin kichkinaroq ekan televizorlar. Mana bitta kattasi bor ekan, Rosso firmasini tanimayman men. Xullas, har xil mahsulotlar, har xil brendlar. Mana bu alohida mavzu. Bu 80 metrdir mana. Bu ham patifon. Mana bu otisidan chiqdi. Grammofon deyiladi. Mashina ichida bu yerda tok degan narsa yo'q. Hammasi ichida mexanika. Mana bitta aylantiradigan, joyi bor. Shuni aylantirib prujinasini qo'yasiz. Keyin mana
plastinkani qo'ysangiz, disk qo'ysangiz, mana bu ninasi bor. Nina qimillaganda mana bu membrana qimillaydi. Membrana mana bu katta kannay orqali balandroq eshitiladi. Mana bu muallaq joyda ovoz chiqadi. Bu taxminan 19-asr boshlari, 18-asr oxirlarida chiqqan adashmasam. Bu keyinroq urush paytida ham xuddi shunaqa mana buriydigan burgaklarigacha bor. Buni tashpam yursa bo'ladi. Qadim urush davrlarida shunaqa patefonda eshitishgan. iPhone'dan oldin shunaqa bo'lgan do'stlar. Bu ham qadimgi naslda bor ekan. Mana shu telefon. Mana shu telefon. Shu orqali mana bittalar teriladi. Menimcha yoshlar bilmasa ham kerak. Masalan 998 ni mana bunaqa teriladi. Qarang mana. Duo qilinadi, oxiriga chiqilib, keyin poylanadi. U oxiriga qaytadi. Bu ishlamas ekan, lekin shunaqa sabr qilinardi. Yo tushardingiz, yo tushmasdingiz. Tushmasangiz boshqatdan qilardingiz. Elektr gitara